İşte turuvchi. Demak, hamma valyutani bitta-bitta analiz qilib chiqamiz. Bizga imkon yaratayotganlaridan keyin foydalanib chiqamiz. Demak, yevro dollardan boshlagan bo'lsak, yevro dollar haftalik bo'linishda, kunlik bo'linishda, 4 soatlik bo'linishda turibdi. Bizga demak haftalikdan boshlab уже qiziqish nuqtasi, ya'ni area of interest kerak bo'ladi. Demak, xayrlab olgan bo'lsam va buni orasida menga area of interest kerak bo'ladi. Area of Interest'ni bilamiz. Telegramda bepul darslikda ham bor, и uni pulli darsligimda ham bor. Xo'p, yaroqli, support va resistance oralig'i 3tadan ko'pga sanga bo'lishi kerak. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta bo'lyapti. Demak, bizda kelishi mumkin quyidagi joyga plus tepaga ketishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu kunlikdagi birinchi, ya'ni haftalikdagi birinchi area of interest. Demak, undan keyingisi qayerda bo'lishi mumkin? Taxminan quyidagi joyda bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu joyga ham kelib ketishi mumkin bo'ladi. Endi bu haftalikda esingizdan chiqarmang, bu ko'p vaqt olishi mumkin. Ya'ni aynan bu analizimiz bizda ko'proq vaqt olishi mumkin. Biz kichiklashtiramiz. Kichiklashtiradigan bo'lsak, demak, yaxshi. Yaxshi. Eng qizig'i, haftalikdagi ham, kunlikdagi area of interest ham bitta joyda bo'lyapti hozir. Shakllanayotgan joy, ya'ni AOI haftalik hamda kunlik bo'lyapti. Plus undan tashqari mana yerda bizda ikkinchisi, ya'ni AOI 2 haftalik hamda kunlik bo'lyapti. Bitta joyda. Endi men nima qilaman? Men kutaman. Yevro dollarda bu hafta savdo qilaman. Menga yoqayapti bu pora. Albatta menga kerakli narsani yaratadigan bo'lsa. Xo'p, endi menga kerakli narsa nima? Qarang. Xo'p, bizga уже xayr bilan kirish xayrlov kerak emas. Birinchi ideya, ya'ni bu joyga kelib, shu yerdan reaksiya olishi mumkin. Reaksiya olish mumkin degani nimani nazarda tutamiz? Deylik 4 soatlikda yoki 1 soatlikda shamlar shu yerda ozgina to'xtab konsolidatsiya qilishi mumkin bo'ladi. Yoki quyidagi joydan. Endi men ko'proq shu zonaga, ya'ni ikkinchi qiziqish nuqtasiga qiziqqan bo'lar edim. Ya'ni shu joydan savdoga kirishga ko'proq qiziqib ko'rardim. Nimaga? Kunlikda PSP bor, ya'ni xayrlovdan bitta oldingi burilish nuqtasi. Kunlikda bu bizga 10% qo'shimcha beradi. Plus 4 soatlikda ham PSP bor. Qarang, e'tibor bering, mana bu joyda PSP turibdi, ya'ni reaksiya olish ehtimoli katta. Shu yerda o'zida haftalik, kunlik 4 soatlik area of interest bo'lyapti, ikkita PSP bo'lyapti. Shu yerda o'zida bir 50% borda. Plus mana yerda 4 soatlik EMA bo'lyapti. Shu. Endi men kirish tasdig'ini oladigan bo'lsam, aynan shu joydan kirish tasdig'ini oladigan bo'lsam, men yaxshiroq nima qilgan bo'lardim. Ya'ni riskimni kattaroq qilaverardim. O'zi o'tgan hafta bozordagi holatni ko'rdilaring, bir juda chalkash yurdi. Endi analizga mos yurdi-yu, volatilность yuqori bo'ldi. Demak, menda yevro dollar topoviy para hisoblanadi, ya'ni men kutaman kelib ketishini. Demak, birinchi ideya quyidagi joyda 1.275. Ikkinchi ideya quyidagicha bo'ladi. 1.475. Menga bunisi afzalroq. Deylik, vatga keldi, biz savdoga kirdik, ozgina откат oldi, stop urdi, endi bunisiga keldi. Bo'ldi, stop urgan bo'lsa ham men bunisidan kiraveraman. Nimaga? Chunki ideyamda bor. Bo'ldi. Yevro dollarga hozircha fikrim shunaqa. Bozorda unaqacha qiyinlashtirish shart emas. Plus cross-pair correlation degan narsa bor. Cross-pair correlation nima? Valyutalarni bir-biriga bog'liqligiga qarang. Albatta mana yevro dollar bo'layotgan bo'lsa, dollar ikkinchida kelyapti. Endi bunisida birinchida kelyapti. Men bunda
pastga yo'nalishini ko'ryapman. Kunlikda berishda ketyapti. E plyus menga yana qo'shimcha ideya bo'lyapti bu. Keyin yana bitta narsa. Dollar уже minimaliga keldi. 2022 yil aprel oyidagi holatga keldi. Man yana o'ylayman, yana qadri tushadi ozginada, chunki hali Federal Reserve foiz stavkalarini tushirgani yo'q yoki shunga o'xshash holatlar qilgani yo'q. USD CAD haftalik berishda, kunlik berishda, 4 soatlik ham berishda bo'lyapti. Endi haftalikdan ko'ra kunlikda menda ko'proq qiziq bo'ladi. Bizda PSPda area of interest bormi? Savol. Quyidagi joyga kelishini kutgan bo'lar edim man. Quyidagi joyga kelishini kutgan bo'lardim. No, lekin qarang. Balki kelmasdan ketib yuborishi ham mumkin. Nimaga? Chunki bu yerda ham area of interest bo'lyapti. Area of interest. Yaxshi. Mana bu joyda ham area of interest bor. Bunga ham ikkita ideya bo'lyapti bizda. Savdo qaytib, ya'ni narx qaytib ketishi mumkin. Endi birinchi qaytish mumkin bo'lgan joy, ikkinchi qaytish mumkin bo'lgan joy. Albatta men ikkinchi qaytish mumkin bo'lgan joyni ko'proq afzal ko'raman. Nimaga? MI ham kelib qoladi, albatta kelguncha MI ham kelib qoladi. И plus PSP bor albatta. Undan tashqari break and retest bor desak bo'laveradi. 4 soatlikdachi, 4 soatlikda nima deyapti? 4 soatlikda bu ishga o'zgarmas ekan. Ikki holatda ham bemalol foydalansa bo'ladi. Asosiysi bizda kutish. Qiziqish nuqtamizga keldimi, bo'ldi. Nima qilamiz? Kutamiz. Deylik, 4 soatlik sham yopilishini yoki 1 soatlik sham yopilishini kutamizda. Kirish tasdig'ini olib, savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu hafta menimcha bizda imkoniyatlar ko'proq. Xo'p, endi CAD-JPY. CAD-JPY meni juda ham qiynadi. Stop lossni o'zi ozgina ko'tarib qo'yishim kerak edi. O'zi praktiski noto'g'ri qo'ydim. Chunki stop lossni man nimadan, ya'ni oxirgi burilish nuqtasini necha balandroqqa qo'yar edim. Necha pastroqqa qo'yib qo'ygandim, mayli. 50 punkt. Undan keyin qoplandi asosiysi. KJPY 4 soatlik burilishda. Bitta gap aytaymi? KJPY menga yoqmayapti. Nima qilaman? Prosta qaramayman. Nimaga yoqmayapti? Intuitsiya. Burilishda ketyapti, Head and Shoulders kerak bor, lekin burilishga o'tgan EMA rejection bor. Короче, nima qilaman? Noaniq narsaga riskovать qilib. Вот mana goldga keladigan bo'lsak, gold nimaga maksimumda yangiladi? Bullish. Hamma vaqt oralig'i bullishda ketyapti, ya'ni tepaga ketyapti. Endi qarang nima. Любой siyosiy, iqtisodiy tushunarsiz holat gold buy. Nimaga? Chunki gold eng riski kam asset hisoblanadi-da. Oddiy misol, biz strategiyadagi shamlar analizidan foydalanib metdan savdoga kiraversa bo'laverardi. Birga bir bemalol ishlasa bo'lardi ekan. Endi bizga qiziq emas. Men goldda savdo qilmayman, faqat kuzataman. Faqat kuzataman. Bu hafta endi haftalik juda ham tepada yopilgan, menimcha retest qilmay ketadimikin. Ozgina pastga soya qilishi mumkin. Quyidagi joyga soya qilib turib, tepaga ketishi mumkin bo'ladi. No tak. Baribir savdo qilmayman. Просто kuzatish yoqadi menga goldni. Audi USD haftalik berishda и plyus bitta men to'g'ri ko'ryapmanmi, nima deysizlar? Yo'q. Head and Shoulders shakllanmabdi. No, menga yoqqan narsa mana nima qilganman. Qarayman, qanaqa holatda yaxshi ko'raman, qanaqa holatda savdoga kirishni yaxshi ko'raman. Impulsiv pastga harakat
qanaqadir konsolidatsiya zonasi va uni buzib o'tishi, undan keyin retest va yana ketishi pastga qarab ketishi mumkin. Endi bu haftalikda, kunlikda kunlikda emani yorib o'tib qo'ygan. Bullishga o'tib qolishi ehtimoli bor. 4 soatlik nima qilyapti? Bu 4 soatlik bullishda menga nima kerak bo'ladi? Qarang. Ming haftalik bilan kunlik bearishda bo'lsa ham 4 soatlik tepaga уже yo'nalib ketyapti-da. To'g'ri, ikkovsidan foydalanib savdoga kirishim mumkin. No, lekin men 4 soatlikni berishga o'tishini kutsam, menga optimalroq yechim bo'lar edi. To'g'risi. Shu holat men buni berishga o'tishini kutaman. Chunki bu momentda juda katta impulsiv harakat, juda tez qoplanyapti-da. Bunaqa impulsiv harakatdan keyin ozgina konsolidatsiya bo'lib, keyin qaytish ehtimoli o'zi kam. Bitta hozir konsolidatsiya bo'lmasdan qaytaryapti-da. Mana shu narsa jicha o'ylantiryapti. Endi o'ylantirayotgan narsaga men nima qilaman? Prosta goodbye. Nimaga? Nimaga bunaqa qilish kerak? Prosta riskdan qochish kerak. Iloji boricha risk qilmaslik kerak. Ya'ni qanday risk qilmaslik kerak? Risk qilmasangiz to'g'ri foyda yo'q, lekin tushunarsiz narsaga nima qilasiz? Risk qilib. Вот mana bu GJ 4 soatlik bullishda, kunlik kunlik bearishda, haftalik ham bearishda ko'rinib turibdi. Haftalik ham bearishdaligi ko'rinib turibdi. Endi haftalik bitta hozir retest qilishi mumkin bo'ladi. Xo'p. Mana bu area of interestdan sell qiziqib ko'raman. Bunda mana bu konsolidatsiyani buzib o'tib, yana pastga reaksiya olish mumkin bo'ladi shunda. Goldni birinchi yopaylik, GJ qiziq. Mana o'paylik bizga nima. Xo'p. Audi JPY kunlik. Chiroyli. 4 soatlik. Mana tozalab yuboraylik bitta. 4 soatlik bo'lishda I plus metda sham shakllangan. E'tibor bering, bizga 10% beradi. Morningstar, короче, farqi yo'q. Plus EMAdan tepada yopilgan. EMA bu dynamic support resistance hisoblanadi. Qarang, e'tibor bering. Oddiy support resistance ko'rmasangiz bo'ldi. EMA dinamik bor sizda. Narxlardagi. Xo'p. To'g'ri, Audi JPY'da bearish ketayotgan bo'lsa ham counter trend savdo qilib ko'rardim, ya'ni trendga qarshi savdo qilib ko'rgan bo'lardim. Nimaga trendga qarshi savdo qilib ko'raman? Chunki haftalik bilan kunlik уже retest qilish kerak-da, teparoqqa chiqish kerak. Biz bundan bemalol foydalansak bo'ladi. Daylik qatdan foydalansak bo'ladi. Xo'p, bayga kirishim mumkin quyidagi joydan. Stop loss'im taxminan chetlarda bo'ladi. Men bayga kelsa kiravermayman bayga. E'tibor bering, menda kirish tasdig'i oladi, keyin kiraman. Kirish tasdig'isiz imkonsiz. Umuman savdoga kirmayman, kirish tasdig'i bo'lmasa. Xo'p, shu joyga kelib 4 soatlik, 1 soatlik ikkosidan foydalanaman. Savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Plus uni buzib o'tadigan bo'lsa yana inverted head and shoulders bo'ladi, ya'ni teskari head and shoulders, ya'ni bullishga yana bitta imkon yaratadi. Audi JPY qiziq. Audi NGT 4 soatlik bearishda retest qilyapti. Kunlik lower high yaratgan. Potential deyiladi, ya'ni taxminiy, ehtimoliy. Men nima endi bu savdoni qo'yib yubordim, qiziq. Nimaga qo'yib yubordim? To'rt soatlik bo'lishda bo'lgan ekanda berishga o'tishini kutgan ekanman.
No, lekin buni ko'ring. Ideya qo'yilgan. Nasib. Nasib bas ekan-da bunisi. Endi bundan savdoga kirishim mumkin. No, riski jicha yuqoriroq bo'ladi taxminan. Quyidagi nuqtadan stop lossim mani tepasiga, tek profitim bu joyga. Yani qachon kiraman? Narx chetga kelganda уже hozir limit qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Live trade. Limit qo'ysa ochilarmikin bozor bekligida. Nima deysizlar? Hop, Audi NZD торговляga o'tamiz. Sell limit 1 va 2 lot. Cena 1.081.60. Stop loss. Stop loss 1.85.99. Take profit ochiq qoldiraman. Xo'p, bozor bekligini hisobiga ochilmadi. Soat 2-3larda ochiladi. Xo'p, demak bozorda kutib olamiz. Hop, bozor ochilganda уже savdo qilaman. Buni live trade qilib hisoblasak ham bo'laveradi. 1.262. Men aynan shu joydan savdoga kiraman. Ya'ni sell limit qo'yib qo'yaman. Bozorga kirib nima ochilsin, sразу sell limit qo'yib qo'yaman bunga. Chunki уже mani analizim bo'yicha ketyapti-da. E'tibor bering. Keyin mana soya nima bo'lgan? Hosil bo'lgan, bu soyani qoplaydi. Bozor doim soyalarni qoplashga harakat qiladi. Tем более bunaqa uzun soyalarda. Demak, Audi NZD manda topoviy pari birinchi o'rinda turibdi, chunki eng tez hosil bo'lgan. Endi USD JPY. USD JPY haftalikda men sevgan shakl nima bo'lyapti? Head and Shoulders hosil bo'lyapti. Plus bunaqa. Kunlikka olib o'tamiz. Kunlikda nima? Kunlikda chopping market bo'lib turib, uni buzib o'tganda plus bitta chiziqlikka olib o'tay. Mana gap scandal bekitamiz. Mana kunlikda double top ham hosil bo'lyapti ekan. Xo'p, qayta olamiz. Bu nimaga buni shakllantirdim? Hozir chiziqlik olib o'tdim. Bozor gap bilan ochilganini hisobiga aynan tana qismi qayerda shakllanganini bilmay qolishingiz mumkin. Bo'ldi, mana shu joydan sell maksimalni. Bu analiz boshqa strategiyalardan analiziga ham mos tushadi. Order block, breaker block, bir balolar. Euro JPY kunlik bullish. Qiziq ko'rsa bo'ladi. Qiziq ko'rsa bo'ladi. No, lekin e'tibor bering bitta nima nozik narsa. USD JPY'da men sellga kutyapman. No, tender retest bor. Euro JPY buyga crosspair correlationdan bir-biriga mos kelmaydi. No, lekin bitta yevro bilan dollar parasi ham bor. Hozirgi holatda anavi tarifga bo'lgan kelishuvlarni kutish kerak. Уже 100 dan ortiq davlat Amerikaga taklif bilan chiqqan, aynan Yevropa ham. Yevropa Amerikaga qarshi chiqishni ham boshlayapti. Ya'ni masalan Fransiya xohlasang qo'yadigan gap bilan chiqdi. Yevroning ko'tarilishiga olib keladi bu. Bo'lishi mumkin. Nima bu? GBP-CHF. GBP-CHF. Xo'p, demak nima kutaman? Asosan sell qiziqaman. No, lekin uning uchun bunday qilib, ya'ni menga area of interest keladigan bo'lsa ham katta bor.
Bitta bormi? Yo'q. Mana bitta oltin qoidam bor. Hech qachon bozor eng pastdaligida sotmayman. Ya'ni narx eng pastdaligida sotish shart bas. Uchinchi, bu ham eng minimumda bir tiyin. To'g'ri, haftalikda ko'ryapman, kunlik bilan 4 soatli, 4 soatli, 1 soatli ishlasa bo'laveradi. Lekin katta vaqt oraliqlari doim hurmat qilingan. Просто menda shuncha imkoniyat bor-da, nima qilaman? Oshiqcha riskka qo'yib. Xo'p, haftalik bo'lishda, kunlik bo'lishda, 4 soatlik ham bo'lishda. Yaxshi, demak. CHF JPY. Shveysariya franki. Albatta Shveysariya franki dollarga mos yuradi. Goldga mos yuradi. Xo'p, savdoga kirishim mumkin. Qarang nima, qanaqa ssenariy. Majbur buzib o'tadi. Majbur buzib o'tadi. И mana yerda deylik shunaqa holatdan bo'lsa, manbaga kirishim mumkin, ya'ni 4 soatli, 1 soatlikda. Atak, xo'p qarang. Day tradingga nima qilaman? Day trading intradayga. Uni buzib o'tganda уже bu Degen trade deyiladi ingliz tilida. A, aql bilan yondashmagan bo'ladi-yu, shunaqa holat. Bo'ldi, mana shu yerdan sellga ishlayman-da. Kunlik. Kunlik area of interest, ya'ni mana PSP mana shunga kelgungacha sell ishlab olishim mumkin bo'ladi. Chunki baribir retest qiladi. Bozor doim retest qilgan bilamiz. Qayerdadir to'xtab retest qiladi. Aynan shu retest nuqtasini man ehtimoliy joyim 4 soatlik o'zini yo'nalishini pastga o'zgartirganda уже retest boshlangan bo'ladi kunlikda, haftalikda. O'sha yergacha foydalana olaman. Lekin buni riski yuqori deylik, man prop shotdan 0,1% risk qilaman, real shotdan 1% risk qilaman xolos. O'zi real shotda man 1%, 5% atrofida risk qilaman. Minimal riskim 1%, maksimali 5% bo'ladi. Demak, bu ham tezroq shakllanishi mumkin. NZD USD 4 soatlik bo'lishda bu ham o'tgan. Yaxshi. Anaqa order block degan narsa bo'lardi oldin ishlaridan. Retest buy. Ishonavering, retest buy. Yo'nalish bo'lishda, hammasi bo'lishda 4 soatlikda double bottom bor. Xo'p, bitta narsani aytib o'tib ketay. Hozir men tez analiz qilyapman, boshqa analiz qilyapman. Siz bunga tushunishga qiynalishingiz mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Vaqt o'tib siz ham mana juda tez ko'radigan bo'lib qolasiz. Masalan, men bulardan hammasini ko'rib chiqishimga uncha ko'p vaqt ketmaydi. O'zi yarim soat, 40 minut vaqt ketadi. Sizga hozir qiyin bo'lishi mumkin yoki hayr bozor yo'nalishini aniqlash qiyinroq bo'lishi mumkin. Balki mendan ham osondir sizga. Atak vaqti kelib osonlashadi. Bittada ko'rasiz, уже bozorga bunday qarab turib yoqmagan holatligini sezasiz. Bo'ldi. Xo'p, taxminan 3 kun vaqt oladi. Balki 2 kun vaqt olar. Просто mana uchta impulsiv shamda nima qilish kerak? Tushish kerak yani mana. Taxminan shu joydan buy kirishim mumkin. O'rtalaridan kirmayman, imkon yaratsa ham. Atak o'rtalarida ham yaxshi area of interest bor ekan. NZD USD. Kechirasizlar, yaxshi qiziq joylar bor ekan o'rtalarda. Dash 4 soatlikda ham kutamiz. Ikkita ideya bu hafta yaxshi ishlaymiz shekilli. Buni buzib o'tib ketsa, уже yerda limitli savdo qilsam bo'laveradi. Stop loss 50 punkt.
Nima takim aytaman, ishongan ko'proq paralar bor. Mana u katta impulsiv harakat nima bu? Soyani qoplayotgan bo'lishi mumkin. Lo'rlovda savdoga kirmayman. Haftalik ehtimoliy loyiha yaratish uchun bir hafta vaqt ketadi. Kamida. Kamida. No, Atagan u sessiyalardan oldin qiziq ko'rishi mumkin. GBPK nima deyapti? Uni qarang. Reaksiya olyapti bu yerda. Kunlikchi. Balkim candlestick rejection bordir. Yaxshi. 4 soatlik. Bitta yomon tomoni, ikkita sinxron vaqt oralig'i yo'qda va savdoga kirishimiz mumkin. Bunda ham kirishimiz mumkin. No, lekin qachon? 4 soatlik bo'lishga o'tishini kutishim shart. Endi qarang, bu yerda risk jicha yuqoriroq. Endi aql bilan ish qilish kerak. Nimaga? Kunlik berishdada. Hozir 4 soatlik ham berishdi, lekin haftalik juda chiroyli joydan reaksiya olyapti-da. Mana buni qarang. Xo'p, konsolidatsiya, break, retest bo'lyapti. Çok go'zal deydi. Bo'ldi. 4 soatlik bo'lishga o'tsa, retest qilsa, men qiziqaman bunga. Kechirasizlar. Sinxron yo'q. GBP USD berishda bo'lishga o'tishi ehtimoli bor. Sinxron yo'q. Eurocat. Вот, Eurocat 4 soatlik bo'lishda. Xo'p, rezistansdan reaksiya olyapti. Haftalik, haftalik xayr-xayda. O'sha gap, lo'rlovda savdoga kirmayman. Loyiha yaralish uchun kamida bir hafta. Jukat taxminiy ehtimoliy loyiha yaralyapti. Support va rezistans chizilishi, demak, Mehmetda bor ekan. Mhm. Hop, taxminan mana shu narxdan, hop, 88,693 dan savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu oralarda qanaqadir kirish signali yaratsa. Kirish signalini man kichkina vaqt oralig'i bilan shamlarda olaman. Xayr, savdoga kirmayman. Katsiyechev, Lorlov.
Haftalida lo'g'irlab savdoga kirmayman. NZDCH ham xuddi shu ahvol. NZDJPY. NZDJPY haftalik PSPga yaqinlashib qolibdi. Xo'p, mana u qiziq menga. Qiziq, 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 qiziq. Anchadan beri bu parada savdoga kirmadim. Mhm. Yoqmayotgan narsa kunlik Head and Shoulder, 4 soatli inverted Head and Shoulders bo'lyapti. Deylik, mundek, mundek, mundek. Shu holat yaralsa, ya'ni yangi xayr yaratib turib, lower low'ga o'zgartirsa, savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Ular ko'rdi shekilli. Hop, buni ko'rmabmiz. Bo'lishdi, bo'lishdi, bo'lishdi. Hop, haftalikda e'tibor bering. Mana doji sham desak ham bo'laveradi. Qani, уже retest qilayotgan bo'lishi mumkin, keyingi sham pastga ketishi mumkin bo'ladi. No, lekin shu bo'lishda bo'lgani uchun buyga kirishga to'g'ri keladi. Man buyga kirmagan bo'lar edim, chunki bu yerda kunlik katta engulfing bo'lyapti. И bu yerda yana qanaqadir haligi shamlar pastga yo'naltiradigan shamlar shakllanyapti. Qiziqmay turgan bo'lardim. Demak, menda asosiy qiziqayotganlarimdan bittasi Euro JPY bormidi? Yo'q, kechirasizlar. Yo'q edi bu. NZUSD. NZUSD bor. Avjika bor. Endi ketma-ketlik bo'yicha ko'rib chiqaman, ya'ni qaysi biri eng birinchi bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda shu Audi NZD. Demak, yevro dollar kelib ketishi mumkin. Retest buy. USD CAD retest sell. Ikkovsi ham bir xil pashti. GBP JPY. Уже teparoqqa retest kutyapmiz buni. Teparoqqa retest kutyapmiz. Bu keyinroq bo'lishi mumkin. Audi JPY. Audi JPYda biz buy kutyapmiz. Уже retestdan buy olishimiz mumkin bo'ladi. Faqat riski jichi yuqoriroq. Degen trade deyiladi, bilasiz. Aytib o'tdim. USD JPY, USD JPYga retest kutyapmiz. Bir xil nimasi. Bunga break, ya'ni break and retest kutyapmiz. Buzib o'tib keyin ketishi kerak, ya'ni buzib o'tishi nimasi, o'zini yo'nalishini o'zgartirish kerak bo'ladi. GBP cut bu ham xuddi shunaqa holat, ikkovsi bir xil bo'lishi mumkin. NZD JPY bu juda deylik chorshanba, payshanbalarga shakllanishi mumkin bo'ladi, ya'ni yangi xayr qilib lower low yaratish, ya'ni ertaroq ham hosil bo'lib qolishi mumkin. 4 soatlikda ko'ryapmiz biz. Xo'p, Audi kartni man kutaman, ya'ni bu zonaga kelishini, kelmasa kirmayman. NZD USDda, ya'ni retest sell, ya'ni bizda уже ketma-ketlik to'g'ri ekan. Shu holat tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, zapisni